Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men ismim Eronboy Savdo, mana shu Kattaqo'rg'on bank xizmatlari markazining bosh o'rinbosari bo'laman. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlarga bankimizda bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mavjud produktlar haqida bir ikki og'iz tushuncha ma'lumot berib o'taman. Bizning bankimizda bugungi kunda hurmatli yurtboshimizni tashabbusi bilan mahallalarga bog'liq bir nechta tadbirkorlarga qulay bo'lgan produktlarimiz mavjud. Bulardan birinchisi biznesga birinchi qadam degan kredit turimiz bor. Bu birinchi marta foydalanganingizda 6.800.000, keyingi marta foydalanganingizda 11.200.000 bo'ladi. Siz buni bankka kelib bizni xodimlarimizga uchratsangiz sizga tezlikda chiqarib berishga yordam beradi. Bu kreditimiz qanday maqsadlarda beriladi? Bu kreditimiz siz masalan novvoychilik bilan shug'ullanasiz, lekin tandir sotib olmoqchisiz. Bu tandirlar hozirgi kunda patentlanmagan ishlab chiqarish hisoblanadi. O'sha narsalarni sotib olishni sizga naqd pul ko'rinishida beradi. Bundan tashqari bizda mening mahallam degan kredit turimiz bor. Mening mahallam kredit turi 50 milliongacha kredit miqdorida ajratiladi. Buning foizi 25% dan 28%gacha, muddati 5 yilgacha bo'ladi. Siz buni 17 milliongacha qismini qaytmasi bo'yicha sug'urta polisi, 50 milliongacha bo'lgan qismini esa doimiy daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslarning kafilligi yordamida olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari siz bugungi kunda faoliyatingiz ancha rivojlanib kengaygan bo'lsa, garovsiz 100 milliongacha bo'lgan prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan ajratiladigan kreditimiz bor. Buning muddati 5 yildan 7 yilgacha bo'ladi va 2 yilgacha imtiyozli davr asosida ajratiladi. Bunda siz o'zingizni kreditidan ortiq tadbirkorlik faoliyatlaringizda mana shu kredit turimizdan foydalanib tadbirkorligingizni yanada kengaytirib rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu kreditimizda agar siz balandroq summada ehtiyojingiz mavjud bo'layotgan bo'lsa 300 milliongacha ajratishimiz ham mumkin. Unda siz qolgan 200 million qismi uchun garov ta'minotni taqdim etishingiz talab qilinadi. Mana shu kreditlarimiz bo'yicha menga biron savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, bemalol bersalaringiz javob beraman. Agarda savollaringiz bo'lmayotgan bo'lsa, qiziqtiradigan masalalar bo'yicha xodimlarimizga uchrashsangiz, sizlarga yanada batafsilroq ma'lumot beradi. Vaqtlaringizni olganingiz uchun uzr. Hammalaringizga kattagan rahmat. Sog' bo'linglar.